Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aytadilar, kufr yurtlarida qolib ketish gunohlar tufaylimi? Najot berishini so'rayman, iltijo qilaman. Hujjatlar sababli qolib ketyapman dedilar. Nima ish qilishlariga qarab bu yerda qolib. Agar o'sha yerda qolganingiz bilan o'zingizni yurtingizdagidan ko'ra ba'zan diningizga yaxshiroq amal qilib yursangiz, bu hech qanaqa gunoh sababdan emas deyiladi. Balki Alloh bergan bir imkoniyat bu ham. Masalan, Misr kufr yurti edi. Alloh Falastindan Yusuf alayhissalomning otasini bag'ridan oldida o'sha Misrga joyladi. O'sha yerda u kishi dinlariga amal qilib, ilm olib yurdilar. Ko'rinishidan qul bo'lsalar ham. O'shanda Alloh aytdiki, "Kadalika makkannal Yusuf." Ana shunday qilib Yusufga biz imkoniyat berdik dedi. Demak, bir inson ba'zan kufr yurtida turib ham diniga amal qila olsa, o'qisa, o'qitsa, bu hech qanaqangi yomon narsa emas bu. Qachon? Agar bu yoqda bir Dorul Islom bo'lmasa-da. Ko'pchilik shu kufr yurtida turishlik qaytarilgan hadislarni olib hozirgi zamonga tushiradi-da. Bu hadislar aytilganda Madinada Dorul Islom bo'lgan. Hozir Madinaga o'xshagan bir musulmon amir boshchiligidagi Dorul Islom bo'lsa ekan, va unga borish, yashash imkoniyatlari bo'lsa ekan, o'shanda keyin odamlar bormasdan shunchaki qulayliklari uchun, kufr yurtlarini, sharoiti uchun, ba'zan masalan arzon ekan deydi, tekin ekan, boqar ekan deydi va hokazo. Ana shunaqa narsalar uchun yurgan bo'lsa bir odam, bu odam haqiqatdan gunohkor. Alloh uni o'sha dunyo bilan balolab qo'ygan deyiladi. Lekin bir odam o'zining yurtida diniga amal qilmagani uchun chiqib ketib kufr yurtida yuribdimi? Va yana u yerda ham o'sha dokument boshqa sababdan chiqib keta olmay majbur yuribdimi? Bu odamda hech qanaqa aybi yo'q. Shuning uchun Alloh Qur'onda illal mustadafin degan. Bechora erkaklar, ayollar, bolalar shu kofirlar ichida yuradigan, ya'ni la yastati'una hila, biror chora yo'q ularda. Va la yahtaduna sabila, biror yo'l ham topolmaydi degan, ya'ni chiqib ketishga. Ana shularda Alloh afv etsa degan. Ya'ni bularni afv etadi degani. Bunda hech qanaqa bu ayb emas bu. Bu bir faqat sinov, ya'ni Allohning sinovi, imtihoni, qani o'sha yerda inson nima qiladi? Shu qulaylik uchun aldanib qoladimi yoki diniga amal qilib, o'rganib, shu imkoniyatlardan foydalanadimi? Alloh a'lam.